Breeze by Danube. Demak, bu proyekt, Dubayda qurilayotgan bu proyekt nega unikalniy, betakror? Ya'ni nega bunaqa proyekt birorta Dubayda yo'qligini men hozir aniq faktlar bilan sizga keltirib beraman. Demak, birinchi mana bu platforma, Really platformasi bu Dubaydagi hamma off-plan, ya'ni o'sha podkatlavan qurilayotgan proyektlarni, hamma quruvchi kompaniyalarni bazasidagi ma'lumotlar hammasi shu yerda bor. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, Dubayda 500 dan ortiq quruvchi kompaniya, застройщик bo'lsa, o'shalar orasida bu yerda hammasini proyektlar, ya'ni 1000 dan ortiq proyektlar bor bu yerda. Bular orasida eng premium, eng zo'r, eksklyuziv proyektlar dengizni bo'yidagi proyektlar hisoblanadi. Misol uchun, mana Palm Jabal Ali'ni ko'ryapmiz. Mana bu Palma, Marina atroflari eng ko'p daromad keltiradigan, ham narx o'sishi, ya'ni capital appreciation, ham arendadan doimiy денежный поток, pul oqimi keltiradigan proyektlar aynan dengizni bo'yida hisoblanadi. Ayniqsa birinchi liniyadagi proyektlar. Xo'sh, lekin bularni kirish narxi ancha baland. Sababi talab o'ta yuqori. O'zi dengiz bo'yida quruq joy, bo'sh joy deyarli qolmagan va sanoqli qolgan joylarda ham demak proyektlar tushyapti. Kirish narxi baland. Ya'ni odatda bir yotoqxonali kvartiralar boshlang'ich narxi taxminan $700,000 atrofida boshlanadi. Lekin men sizga hozir filtr qilib, demak, qanday qilib arzonroq narx bilan kirib katta daromad qilish mumkinligini ko'rsataman. Misol uchun mana bu filtrni bosadigan bo'lsak, keling, mana faqat Dubayni filtr qilamiz. Mana faqat Dubaydagi proyektlarni ko'ramiz. Xo'sh, mana bu yoqda search project only with post handover payment plan mana. Ya'ni faqatgina post handover deganda, ya'ni bitgandan keyin ham to'lashga vaqt beradigan quruvchi kompaniyalarni ko'ramiz. Misol uchun mana 25% aytaylik, 25-30% ham deylik misol uchun mana. 30% deganda, ya'ni uy bitgandan keyin ham 30% ni to'lashimizga imkoniyat beradigan proyektlarni filtr qilamiz. Xo'sh, va bular orasida demak apartament yozamiz va studio yozamiz. Studio. Chunki one bedroom bu degan ikki xona narxi ham shunga yarasha baland bo'ladi. Demak, filtr qiladigan bo'lsak, qarang mana, hammasi yo'qolib qoldi. Endi to'g'ri, mana shahar ichida, ya'ni shahar ichi deganda quruqlik ichida proyektlar bor, lekin birinchi liniyada dengiz bo'yida birorta proyekt yo'q. Studio post handover payment bilan, ya'ni bitgandan keyin ham bo'lib to'lashga imkoniyat beradigan birorta proyekt yo'q. Faqatgina bitta yagona proyekt, bu ham bo'lsa mana Breeze by Danube va boshlang'ich narxi studiolar uchun $357,000 dan boshlanyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, buni unikalniy tomoni shundaki, bu 100% mebel jihoz bilan topshiriladi. 100%. Yuqorida yozilgan $356,000 dan $522,000 gacha kvadrat metriga qarab. Misol uchun, agar kalkulyatorga tashlaydigan bo'lsak, keling, mana $360,000 ham deylik. Mana $360,000 ga siz studio sotib olyapsiz. Demak, bu 70 oyga muddatli to'lovga beryapti. Proyekt o'zi 29-yilga bitadi, topshiriladi va siz 31-yilgacha bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, buni ayirib tashlaydigan bo'lsak, sizni to'lashingiz kerak bo'lgan 70% ni ayirib tashlaymiz. Sizda $108,000 pul qoladi, to'lashingiz kerak va siz mana shu $108,000 pulni bitgandan keyin to'laysiz. Agar boshqachasiga hisob kitob qiladigan bo'lsak, 30% ni minus qiladigan bo'lsak, demak sizga $360,000 lik kvartira $252,000 ga tushyapti. Qolgan pulni qanday to'laymiz? Qolgan pulni ijaradan to'lashimiz mumkin. O'sha quruq gap bo'lmasin, buni ham faktisika keltirib beraman. Demak, Dubayda mana dunyo bo'yicha eng mashhur qisqa muddatli ijaraga beradigan platforma Airbnb. Keling, kvartiralarni qidiramiz. Misol uchun, mana bu Dubay deb yozadigan bo'lsak, Dubay. Keling, mana qisqa muddatli 1 oylik ijarani qidiramiz. Mana 1-martdan to 31-martgacha, mana ko'rdingiz, 1 oylik belgiladik. Misol uchun, mana ikkita odam uchun qidiryapmiz qisqa muddatli ijara. Tasavvur qiling, biz turistmiz, qidiryapmiz. Xo'sh. Demak, mana proyektlar ko'p, lekin aynan o'sha Maritime City ni ko'radigan bo'lsak, agar bizlar o'sha orolni o'ziga boradigan bo'lsak, hozir bu yerda ikkita bino tayyor bo'lgan. Xo'sh. Mana ikkita bino tayyor bo'lgan. 1 oyga misol uchun mana bu yoqda $5,000 so'rashyapti mana. Aynan shu orolda, aynan o'sha lokatsiyani o'zida. Mana bunisi esa $4,900. Mana xuddi shu lokatsiya, xuddi shuni yonida qurilayotgan bino Breeze. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsiz-a? Ya'ni bu degani $5,000. Misol uchun $5,000 ni ayiramiz 20%. Ya'ni 20% siz o'sha xizmat haqi berasiz property management kompaniyalarga. 20% qilamiz, demak $4,000 o'zingizga qoladi degani. Ya'ni har oy $4,000 qoladi degani, $360,000 lik kvartirani oladigan bo'lsangiz,
Buni 1%, ya'ni oylik to'lov 1% $3600 bo'ladi. Siz esa demak $4000 daromad qilasiz. Plus $400 o'zingizga ham qoladi ijarani yopishdan tashqari. Ham 100% to'liq jihoz, mebel bilan topshiriladigan birorta ham proyekt yo'q bunaqangi to'lov imkoniyati bilan.